Aleyküm. Ahli YouTube aynalar, ağayınlar. Aynalar bir tane like'ti basın. Gülistan'ın 4. nasosuna şu javulsun, jala bob javulsun. Gördüğünüzler mi? Hazır avazlarını koyup ötemiz. O aynamızdan gapleştik. Pulunu vermey, 5 gün pulunu, 5-6 günlük pulunu vermey ve vagondan çıkarıp jetken eken, atı Salim deydi eken, 4. nasosdan eken. Assalamu alaikum ayna, kandaysız? Aleyküm salam, Xudoga shukr, o'zingiz Osman, salomatligingiz yaxshimi ayna? Xudoga shukr. Ayna, xo'p, o bola qayerdan bo'ladi? Sizniki datgan bola. Bu shu Gulistonning 4-nasozdan ekan. Ati Salim deydi ekan. Salim deydi. Ha, keyin siz ishlagansiz. Biz shu ko'chada ishladik. 6 kun ishladim, kuniga nalishga beraman degan edi. 1 kun o'tdi, 2 kun o'tdi, 3 kun o'tdi. Oxiri pulni qachon berasan deb vagonda men tartishib soat 1da javonda meni haydab yubordi. Soat 1 oqshomi javonda sizni haydab yubordi. Qo'lingizga 1 so'm pul bermasdan. 1 so'm pul bermay haydab yubordi. Ha, bo'ldi. Men keyin ana ukalariga chiqdim. Men haydab berdi dedim. Hali o'zimiz gaplashamiz, pulingni olib beramiz dedi. Shuni buni 4 oy, 5 oy, 6 oy o'tib ketdi. Shu bo'y jo'g'alib ketdi. Mayli. Yevrey bıqılıqdı qilmaydi. Akşam saat 1'de javonda chiqarib jetmaydi. Endi bu balaning atasiga menim savolim barki, ayna shu balani ekspertiza qiling. Shu sizning balangizmi, biren yevreyning balasi bor? Haqiqatdan hamda. Agar ekspertiza qilsangiz aniqlik kirdirasiz. Agar mumkin ya siz ham shundaqa bag'ri tash yevrey qilmagan ishni qiladi. Shu haliga nima bo'ldi? Qovundan rang oladi deydi. Shu bola ham mumkin sizdan rang olgan, ya bo'lmasam atasi yevrey bo'lsa shu yevreydan rang olganda. Ag'ayin pulni bersang berasan, bermasang mana shu qarni ko'ryapsan. Qarni zadnimosanga avval uramanda keyin tushunib qo'ygan. Keyin oyog'ini yaxlatib turib, bu kerxirman urib turib, keyin qarni uraman, qardan keyin yana kerx uraman, keyin hali indiski qalampirning tuyib zadnimosanga basamanda keyin shu Gulistonning 4-nasozda birantaning ag'ilda agar ko'rak-po'rak qilgan bo'lsa, ko'rak turaman. Tushundingmi? Keyin ko'rak turamanda, keyin o'ng orqasidan valda urib turib, xud Moskvaga davr basib kelaman. Ag'ayim pulni ber. Xudodan qo'rqqin. O'razaning kunida birovni jilatmag'in. Tushundingmi? Bunda bir bilmayman, kofir bu ishni qilmaydi. O'rislar, o o'ris deydi, kofir deydi, ha? Iymoni bo'lmasa ham lekin insofi bor. Sen o'xshagan harramxo'rda shaytonning urg'achisi emas, gey pedik pidaraz emas. Ag'ayin, mening mali valim jetmasdan pulni bergan. 3 kun so'roq sanga. 3 kunning ichida agar pulni bermasang, o'zingga qiyin bo'ladi. Aytib qo'yay, keyin ko'rakni urib turib, keyin valda uraman. Jonlaringiz omon bo'lsa aynalar, shu video Gulistonning 4'üge jetib barsin. Keyin bu videoni ko'rib turib, hali qishloqdoshlari, bu tozda bachcha edi, halol bachcha edi, pakiza bachcha edi demang. Men pakiza bachchani, halol bachchani men chiqarmayman. Men Xudo urgan shaytonning urg'achisini chiqaraman. Tushundingizlarmi aynalar? Endi arkasidan turib, hali jetdi pochta qilishda turib, menga gapirib yetmasin. Telefon qilib, bu bunday ekan, bu onday ekan deb turib. Avval bilsin. Telefon qilsin. Baribir harramxo'r baribir bo'yniga olmaydi, baribir harramxo'rda. Allohning aybaltasi bo'lsa ekan, bursa titilib ketsa. Oxiratda aytib qo'yay, savol javob bor. Agar shu bola sen o'lganingda tabutingdan ushlasa, birin mollang, birin oliming, birin damillang janozangni o'qimaydi. Haqqi yo'q o'qishga. Gapim isbot va dalili bilan. O harramxo'r bolalarni kidat qilishdi, bas qildi, pulini bergin. Jonlaringiz sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Gulistonning 4-nasozga jo'natib qo'ying. Bizning salomni ham, bizning aytib qo'yay, bizning salomni ham jo'nating. Bizning valimiz to Gulistonning 4'üge davr cho'ziladi. Purjunaga o'xshab. O'zlaringiz asrangizlar.